Hürmetli ilimdaşlar, sizlerle fizikaның optik ko'rinishlarini kuzatdik. Endi haligi eksperimentda biz sizlar bilan yoqqilik sinovini kuzatib o'tdik. Yoqqilik turli tig'izlik materiallarda turli tezlik bilan yuradi. Shunga ko'ra suvda ham havoda turli tig'izliklar ham ular o'zgargan o'rinda yoqqilikning sinov ekanini ko'ramiz. Ya'ni eng avval bizning tiyinimiz sovuq tubida yotganda biz onu ko'rmaymiz. Biraz sonra biz ona suv solgach mana bizning turli tiraliklar bor ekan. Haligi ikki tiralikda suv turli tezlik bilan yurganlikda yoqqilik sinovi kuzatiladi. Biz onu ko'ra boshlaymiz. Ko'rganlik mana bunda. Mana shu o'rinda yoqqilik sinovi bo'ladi. Ham endi u bizning ko'ruv doirasine kira boshlaydi. Shunga ko'ra biz haligi tiyinni ko'ramiz.